Assalomu alaykum. Bugungi brifingimiz hukumat qarori 102-son 18-fevral 2025-yil davlat xaridlarida yagona yetkazib beruvchilar reyestriga kiritish bo'yicha davlat xizmatlarini ko'rsatishning ma'muriy reglament tasdiqlanganligi to'g'risida. Ma'muriy reglament davlat xaridlarida yagona yetkazib beruvchilar reyestriga kiritish bo'yicha davlat xizmatini ko'rsatish tartibini belgilaydi. 2025-yil 1-apreldan yuridik va jismoniy shaxslarni yagona yetkazib beruvchilar reyestriga kiritish bo'yicha arizalar uchun Davlat xizmatlari markazi va yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali my.go.uz sayti orqali qabul qilinadi. Arizalar yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali dam olish va bayram kunlaridan qat'iy nazar har kuni 24 soat davomida yuborilishi mumkin. Davlat xizmatini ko'rsatganlik uchun to'lov undirilmaydi. Vakolatli organ ariza tushgan kundan boshlab 15 ish kuni davomida reyestrga yagona yetkazib beruvchi sifatida kiritish haqidagi arizalarni ko'rib chiqadi. Talabgorning reyestrga kiritish haqidagi arizasi va unga ilova qilingan ma'lumotlar vakolatli organ tomonidan ariza kelib tushgan kundan boshlab 2 ish kuni ichida portalga majburiy jamoatchilik muhokamasi uchun joylashtiriladi. Vakolatli organ ariza beruvchi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar Respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari va xo'jalik birlashmalari tomonidan taqdim etilgan xulosalar hamda arizani ko'rib chiqish davomida to'plangan boshqa ma'lumotlar asosida arizani qanoatlantiradi yoki qanoatlantirishni rad etadi. Agar ariza qanoatlantirilsa, bu haqda talabgorga kiri kod orqali qo'yilgan xulosa talabgor o'zi kelib murojaat etgan taqdirda Davlat xizmatlari markaziga yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat etilganda talabgorning shaxsiy kabinetiga yuboriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.